Sır saqlash axloqi. Sir deganimiz maxfiyatlik deganlikdir. Undaqda maxfiyatlik degan nima? Maxfiyatlik anglamaslik ham demaslikdir. Kishilik hayotda har qanday odamning maxfiyati boshqalarga bildirishni xolmaydigan siri bo'ladi. Kishilarning bundaq sir maxfiyatligini bilishga qiziqish va uni bilgandan keyin uni saqlay olmaslik halollik emas. Shunga sir saqlash axloqiga rioya qiling. Siz axloqli odam bo'lsangiz, boshqalarning maxfiyatligini bilishga qiziqmang. Navoda sirdosh do'stingiz sizni o'z bilib, sizga ishinib, o'zining sirini sizga aytsa, siz og'zi bo'shliq qilib, uni saqlay olmasangiz, bu odamgarchilik emas. Payg'ambar alayhissalom sallallohu alayhi vasallam ikki kishining birga o'ltirib qilishgan suhbatidagi gaplari omonatdir. Suhbat qilgan kishilar Allohning omonati bilan tarqaydi. Suhbatdishining sirini pash qilish halol bo'lmaydi degan. Demak, siz sirni pash qilib qo'ysangiz, bu omonatga xiyonat qilganlik bo'ladi. Bir yaramliq go'harni yoshirdi dil, lekin uni mix bilan band aylidi til.